Bloger Avaz. Bu inson shu darajada mazgo'p inson ekan. Buni qilgan pastupkasini gapirib bersam, erkak bo'lmay o'l deb oraslar bor. Bu o'zini o'zi sharmanda qilib, o'zini o'zi tupikka tiqib oladigan inson ekan, to'g'risi gap. Давайте подробнее gapirib beraman. Ertaman turib Telegramni qarasam, ko'tidagi shaltagini tuzukroq artolmaydigan bir Bedapress degan kanal bor. Meni rasmimni qo'yib turib, biroda ayoli bilan gaplash senga qopdimi deb turib provokatsiya qilib turib rasm joylashtirib qo'yibdi. Endi meniki osilib kayf qilayotgan bo'lsa, darsh kayfini qilsin deb turib ofitsialni o'zim ruxsat berib qo'yganman bularga. Shunga bularning postiga e'tibor bermadim. Lekin lichkamga birov rasm jo'natgan. O'sha avazda ayolini yarim yalang'och rasmini jo'natgan. Avazda ayoli deb turib eng kamiga Telegram akkauntini udaltib tashlagan. Oradan 7 minut 8 minut vaqt o'tgandan keyin yana xuddi shu rasmlarni boshqa akkauntdan jo'natganda yana akkauntni o'chirib tashlagan. Keyin o'ylanib turib bu ayolni yarim yalang'och rasmini internetga tarqatib, nomini qoralab, nimaga erishmoqchi bular desam, bular avaz mazg'a yo'q, tapishga bular. O'zing sharmanda qilyapsan ekan-ku. Hozir bu ayolingning nomi qoralanadigan bo'lsa, bu ayolingni itam tanimaydi eng qizig'i. O'ranib yurgan bo'lsa, tim bo'li hech kim tanimaydi. Seni pashti 1,5 million, 2 million odam taniydi. Odamlar nima deb gapiradi? Bloger avazda ayol ekan, guldek ayolini yo'lga sololmagan ekan, 100 gram go'shtini osiltirib olib, bitta ayolni eplolmagan ekan deb seni o'zingga minus bo'ladi. O'zing sharmanda qilasan-ku. Mayli o'zingni o'ylamasang ham, bular o'zingni najasingdan paydo bo'lgan farzandingni o'yla xatyabi. Ertaga boling katta ishi bor, yonida do'sti bo'ladi, dushmani bo'ladi. Men fohishani bolasi-yu degan gap qanaqa o'g'il bolaga og'ir botishini bilasanmi sen? Bilay, bitta xotinni eplolmagan bo'lsang to'g'ri tushunaman, ikkitasini eplolmagan bo'lsang to'g'ri tushunaman. Bular shu kungacha 3 ta ayol eplolmabsan sen. O'zingga o'zing hech savol berib ko'rdingmi? 3 ta ayol eplolmadim. Qayerdadir xatoyim bor shekilli, qayerdadir nito ish qilyapman shekilli deb o'zingga o'zing savol berib ko'rmadingmi? Даже hatto kargi billa oshxona ochgan sheriylaringgacha kim Baxtiyor ekan, Bahrom ekanmi, kim shulargacha 50 dan oshgan odamlar senga aytgan ekan-ku. Olgan bo'lsangiz o'tmishini bilib olgansiz. Nima qilasiz buni o'tmishini tiklab boshqa qilib, normal yo'lga solib darsh qaramaysizmi bu qizga deb turib senga to'g'ri maslahat berishgan ekan-u. Endi bu narsadan seni xabaring yo'q, seni yoningdagi itlar seni nomingni oqlash uchun qilyapti deb gapiray desam, qizlar bilan yozishgan SMS'laringni ko'ryapman bular. Ishshikdek kutib turib yozib qo'yibsan, ayolimga javobini beraymi, boshqa qilaymi, sigaret chekyapti, u qilyapti deb hayotingni ko'rmagan qizlaring uchun o'zingni farzandingni onasini yomonlab o'tiribsan, bular. Sigaret chekayotgan bo'lsa nushto. Sigaret chekayotgan bo'lsa, demak sen ayolingni eplolmayapsan, to'g'ri yo'lga sololmayapsan bular. Qo'lingdan kelmayapti ekan bu narsa. Demak, ayb senda, ayolda emas. Tushunyapsanmi? Bular sen haqingda gapiraman deydigan bo'lsam, qo'limda shunaqangi bir dalil isbotlar bilan shunaqangi materiallar bor bular. Bir 7 ta 8 ta sen haqingda materiallar bor. Birovni ugroza qilib turib yozilgan голосовойlaringdan tortib, birovni mana qilib yig'lab turib berasan, mana qilib gapirib bermasang ehson yiqilmaydi degan голосовойlaringgacha bor. Shu odamlarning kallasi yaxshi ishlagan ekan, vaqtida seni ovozlaringni yozib olishgan ekan. Mana bu fleshkaga seni materialingni to'playapman. Nimaga? Seni qanaqaligingni bilganim uchun. Koreyada ko'rdim, Umid bolam, Ulug' bo'ladimi, nechta bolalarni zaявление yozib qamatib yuborganingni ko'rdim. Seni deb turib Koreyaga qaytib bora olmaydigan insonlarni ko'rdim. Ana bittasi Qozog'istonda yurgan bo'lsa, bittasi Amerikada yuribdi. Mana shu yozuvchiligingni bilganim uchun ertaga vdrug meni ustimdan bu yozib beradigan bo'lsa, sudga borganda po faktu buni kimligini ko'rsatib beray deb turib ataylab fleshkaga to'plab yuribman materialingni, internetga ham chiqarmasdan. Mabodo agar Instagramim vizlon bo'lib nimadir bo'lib qolsa, kattaroq kanallarga chiqaraman deb turib atay ushab turibman. Ya'ni men seni qanaqaligingni prekrasno bilaman. Sen haqingda video rolik qilib chiqarayotgan bo'lsam, buni ikkita sababi bor. Birinchisi, men seni xalqqa sharmanda qilib, oldingi istoriyalaringni gapirib beryapman, to'g'rimi? Sen meni videoyimni ko'rib turib, o'zingni xatoyingni tushunib yetgan, men senga ko'zgu sifatida turib beryapman. Shu o'lib ketgan Nozimani
Onasi Feruza opani ichidan nima o'tganini tushunib yetgin. Asha ayol his qilgan narsani sen ham his qilib ko'rgin. Va bu ayolga nisbatan haqiqatdan nohaqlik qilgan ekanman, bekor sharmanda qilgan ekanman degan narsani miyangdan o'tkazgin deb turib qilyapman bu narsani. Ikkinchi sababi qaysidir ma'noda ba'zi bir insonlarni men gunohdan saqlab qolyapman. Chunki ba'zi bir insonlar seni payg'ambarlarga tenglashtirib yuboryapti. Tavba qildim, astag'firulloh. Bu ham bizga o'xshagan oddiy inson, bu ham xato qiladi, gunoh qiladi, bizga o'xshab boqqa botadi bu ham. Ihson qilyapti degani, do'ppi kiyib ol degani, farishta degani emas, ko'zingni ochish deb turib qilayotgan narsa. Короче, bitta narsani bil. Bu ayolingga nima qilmoqchisan, nima sharmanda qilib, nimaga erishmoqchisan bilmayman-ku. Yo'q, mana men seni yomonlayapman, to'g'rimi, internetga chiqib. Xohlasang men haqqimda internetga chiqib olib, hammaga sharmanda qilib, pozor qilib, men senga o'zim ruxsat beraman. Xohlasang ustimdan zaявление yozib ber. Xohlasang bir ko'chada bir mafiyada tanishing bo'lsa, ko'chada kimnidir jo'nat. Men o'zim ruxsat beraman. Lekin mana shu ayolni tinch qo'yib qo'y. O'zi 4 yil birga yashab turib, bu ayolni hayotini ko'tiga tiqib qo'yibsan. Yana dalchi bu ayolga zulm qilib nimaga erishmoqchisan? Javobini berib qo'yding, bo'ldi. İnternetga buni nomini tarqatib, rasmini tarqatganingdan senga hech qanaqa foyda yo'q. Naborot oxiratda o'zingga minus bo'ladi. Zachем keragi bor bu narsani? Men senga to'g'ri ma'noda aytyapman, qo'y. Bu narsani yig'ishtir. Ayollaringni internetga chiqib olib qoralashni yig'ishtir. O'zingni oqlash maqsadida bir ojiza ayolni nomini qoralama. Lutchi o'zingni noming qora bo'lsa bo'lib ketsin. Lekin bu ayollarni internetga chiqarib sharmanda qilma, nima keragi bor? Böyle efirlarini ko'rdik, uyingda erkaging bormi? Chiqsan aloqaga. Urug'i eshitsa, o'sha Namanganlik, meni xotinim bo'lgan. Eshit! Urug'ing bormi o'zi? Bir zotingda erkak bormi eshitsa? Erkaklar aloqaga chiqyapti, bittasiga ham javob bera olmayapsan ekan, mujik bilan. Tapichka bilan mazza yo'q. Qanaqa erkak aka, bu qanaqa erkak? Men hayron qolyapman. Erkaging chiqsin, erkagi chiqsin dedi. Meni uyimdagi erkaklarim chiqsa cho'rni qilib yuboryapti aka. Hamma uyimdagi erkaklarim shu ovozi O'zbekistonga kirib kelishini kutib turibdi.